Hammaga salom, hurmatli do'stlar. Bugun siz bilan biz Cherry oilasiga yaqinda qo'shilgan Tiggo 8 gibrid, ya'ni gibrid crossover haqida gaplashamiz. Hurmatli do'stlar, ushbu avtomobilimiz 7 kishilik to'liq katta crossover hisoblanadi. Bizning Tiggo 8 Pro Max avtomobillarimizni gibrid versiyasi desak ham bo'ladi. Avtomobil 1,5 litrli turbina motor bilan jihozlangan va elektromotor bilan qo'shib parallel ishlaydi. Ya'ni bu parallel gibrid hisoblanadi. Xo'p, avtomobil old privodda, avtomobilni to'liq benzin va elektr zaryadi bilan 1200 kilometrgacha yo'l yurishingiz mumkin. Ya'ni siz bir oyda bir marta zapravkaga kirasiz degani. Xo'p, avtomobil dizayniga o'zingiz bir baho berib qo'yishingiz mumkin. Optikalari linzalik LED optikalarda panjaralarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yon tomondan davom etamiz. Xo'p. Avtomobilimiz balonlari Kumho brendiga tegishli 18 razmerli diskalarda va balonlarda jihozlangan bo'ladi. Avtomobilni balonlarini almashtirish degan mavzu yo'q. Buni o'zi balonlari bilan bemalol yura olasiz. Xo'p, keling men sizga oldi tomondagi passajir o'rindiqlaridan davom etamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, avtomobilimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu avtomobilni kojalari, ya'ni alkantara kojadan, ya'ni alkantara koja emas o'zi asli, matviy kojadan ishlangan bo'ladi. Patologlari qoraytirilgan. Bu avtomobilga o'zgacha vibe berib turibdi. Xo'p, old o'rindiqdagi passajir o'rindig'ini atamankalari bor. Ya'ni bemalol bu yoqda yosh katta odamni o'tkazib, bemalol oyoqlarini yoydirib, massaj funksiyalarini qo'yib, bemalol massaj qildirib, duolarini olib, uzoq yo'llarga, yaqin uzoqlarga bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Hurmatli do'stlar, ikkinchi riyadni qaraydigan bo'lsak, bu yoqda avtomobilimiz old orqa sidenalari qiziydi va abdu funksiyalari ham mavjud. Orqa 3-riyadga esa mana bu tomondan tushirib, bemalol yosh bolalarni o'tkazishingiz imkoniyatiga egasiz. Xo'p, bizda kichkina bar ham bor. Bu yoqda bemalol qo'lingizni qo'yib, podlokotnik sifatida foydalanishingiz bo'ladi. Avtomobilimizda o'zgacha vibe berish uchun salon podsvetkalari ishlangan va e'tibor bering, oldida ham, orqasida ham kolonkalarni premialniy Sony bazasidagi premial audio sistema ishlatilgan. Ya'ni ko'pchilik avtomobillarga oldi komponentli, oldi koaksialniy bo'ladi. Bunda esa oldi ham, orqasi ham dual komponentli kolonkalarda ishlangan. Xo'p. Demak, siz bilan orqa ko'rinishga bir baho beramiz. Orqa chiroqlari, orqa stoplari o'zgacha uslubda, monoqosh uslubida qayta ishlangan. Xo'p, avtomobilimizning orqasi davochikda. Demak, bagajnik sig'imi ham ancha keng. 3-riyad hozir yotqizilgan holatda turibdi. Bu yoqda siz bemalol 120 wattlik prikuritel orqali mayda texnikalarni ham ishlatib olishingiz mumkin. Xo'p. Bu yoqda subwoofer ham bor. Xo'p. Avtomobilimiz davochiklarida ko'rib turibsiz, disk rejimlari bor, ya'ni bu yoqda siz yuk bilan nima deydi? Tagida qolib ketgan paytingizda yosh bolalarni avtomobil eshiklari qisib qo'ymaydi. Ana endi hammaga qiziq bo'lgan tomoni haydovchi o'rindig'ida, haydovchida qanaqa funksiyalar bor, qanaqa demak qulayliklar bor. Birin-ketin ko'ramiz, xudo xolasa. Obshivkalarga bir e'tibor berib qo'yasiz. Eshik obshivkalarida. Xo'p, materiallar realni yumshoq, premial materiallardan jihozlangan, ishlangan. Bu yoqda biz pisochniy
rangdagi aksentni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qora va pisочный svetdagi salon desak ham bo'ladi. Tak. Ana endi bismillah deb o'tirib, ichkaridagi qulayliklarni birin-ketin tanishtirib beraman. Xo'p, hurmatli do'stlar, avtomobil to'liq kojada обшивать qilingan, koja bilan jihozlangan. Head-up displeylari bor. Bu haydovchi uchun juda ham bir qulay narsa. Yo'lda asqotadigan funksiyalar haqida gapirib beradigan bo'lsam, adaptivniy kruiz kontrol, polasa udержания funksiyalari bor. Ya'ni sizni polasadan chiqib ketmasligingizga bir xil rejimni bosib qo'yib, bir xil skorostni berib qo'yib, bemalol o'zingiz oyoqni gaz pedalidan olib turib ham bemalol harakatlasangiz bo'ladi. Xo'p. Bu yerda bizda голосовой помощник bor. Привет, Черри. Здесь. Открой люк. Извините, пожалуйста, включите питание или заведите автомобиль. Привет, Черри. Здесь. Открой люк. Хорошо. Xo'p, hurmatli do'stlar, e'tibor beramiz. Avtomobilimiz to'liq katta panorama oyna bilan jihozlangan va bu oynalarni siz bemalol голосовой помощник orqali ovoz bilan ochishingiz va boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli do'stlar, avtomobilga o'tirishingiz bilan avtomobil o'rindiqlari sizga qarab moslashadi. Ya'ni avtomobil pamять sideniyasi bor. Uni siz o'zingizga yoki boshqa odamga ham moslashtirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, rullarni bemalol o'zingizga moslashtirishingiz mumkin. Rullari to'liq kojada ishlangan va bu visatalari regrovka qilinadi. Ya'ni buni bemalol teleskopik uslubda ham o'zingizga moslashtirib chiroyli qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Avtomobilda ikkita LED displey joylashgan. Bunda siz bemalol markaziy konsol orqali avtomobil funksiyalarini boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobilimizda Android Auto va Apple CarPlay sistemalariga Bluetooth orqali simsiz ulanadi. Xo'p, avtomobilda двухзонный klimat kontrol bor. Uni siz bemalol bu yerda yoqishingiz mumkin. Avto rejimga qo'yib bemalol ishlatishingiz mumkin. O'zingizni hamda passajirni, demak, alohida gradus berib, o'zingiz va passajirga alohida yo'naltirib, siz bu demak klimat kontrolni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, klimat kontrolda yana bir funksiya bor. Bu demak havoni tozalash funksiyasi. Havo tashqarida chang, ayniqsa Buxoroda, bu hozirgi paytda O'zbekistonda butun aktual bo'lib turibdi bu mavzu. Xo'p, shu mavzuda bu avtomobil sizda avtomobilning ichkarisidagi svejiy havoni sizga ta'minlab beradi. Xo'p. Tak, avtomobilimizni беспроводной zaryadka orqali telefonlaringizni quvvatlashingiz mumkin. Avtomobilda bemalol ya'ni bu ham yana sizni ortiqcha kabellardan ozod qiladi. Xo'sh, avtomobilimiz 3 xil rejimda ishlaydi. Demak, sport rejimiga, eko va standart rejimlariga qo'yishingiz mumkin. Buni mana qo'lingiz ostidagi bu barabanchani aylantirgan holatda o'zgartirishingiz mumkin. Xo'sh, avtomobildagi salon podsvetkasini bemalol yurish rejimiga moslashtirib ham olsangiz bo'ladi, muzikaga moslashtirib ham olsangiz bo'ladi yoki bir ma'lum bir svetga qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Xo'sh, avtomobilda yana qulayliklardan bittasi, bunda o'zini ichida встроенный GPS sistemasi bor. Navigatsiya sistemasi bunda o'zi avtonom ishlaydi. Telefon ulamasligingizdan ham ishlaydi. Bu yerda bemalol siz navigatsiyadan boshqarib ketishingiz mumkin. Bitta shilchoq bilan bundoq qilib, adashmasam shundoq edimi? Mana bitta shundoq qisqa qo'l harakati bilan siz panel priborovka, ya'ni o'zingizni ekraningizga chiqarib olib bemalol kartani shu yoqdan ko'rib ketish imkoniyatingiz ham mavjud. Ya'ni bu ham ayni bir qulayliklardan bittasi hisoblanadi. Xo'sh, bar haqida gapiradigan bo'lsak, barimizda bemalol salqin ichimliklarni saqlashingiz mumkin, chunki bu yoqda ham konditsionerdan chiqadigan sovuqlikni qabul qilish funksiyalari mavjud. Avtomobil o'zi bir premialniy holatda, premial uslubda ishlangan, minimalizm ko'rinishida ham desak bo'ladi. Buni avtomobilning o'zi juda ham gapirib turibdi. Skorost рычаги
avtomobilni rul orqasidagi barabanda joylashgan. Bemalol buni harakatlan yana bir narsaga e'tibor bering. Bu yoqda start stop tugmasini topmaysiz. Cherry avtomobillar uchun bu yangilik. Xo'p, buning uchun avtomobil yurishi uchun siz birinchi o'rinda xavfsizlik kamarini taqasiz. Shundan keyin avtomobil yurishga tayyor bo'ladi. Tormozni bosib, skorost urgan paytingizda уже siz yurishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir narsa, shu yoqda agar siz remen taqmagan bo'lsangiz, avtomobil bir qadam ham jilmaydi. Buksavat qilib qolaveradi. Shuning uchun yaxshisi skorost taqib yuring. Chunki hozir remen taqib yuring. Chunki hozir O'zbekistonda bo'lib ham Buxoroda har ikkita svetoforda rementga uradigan radarlar chiqib ketdi. Xo'sh, qisqacha shu. Keling, ikkinchi riyadga ham bir o'tib ko'ramiz. Xo'p, demak, suhbatimizni avtomobilning ikkinchi qatoridan davom ettiramiz. Bu yoqda ham siz bemalol o'zingizni qulayligingizni topishingiz mumkin. Xo'p, sideniyalar, orqa sideniyalar qiziydi va bu funksiyalari ham mavjud. Bu yoqda siz mana yetarlicha mana bo'yim 180 cm va oldidagi passajir o'rindig'i menga qulay qilib moslashtirilgan. Bo'yim uzun bo'lgani uchun mana orqada ham o'zimni bemalol siqib turibman. Tizzalarim tegib qolmayapti va boshim ham tegmayapti. Chunki bu. Xo'sh, hurmatli do'stlar, ushbu avtomobil ikki xil komplektatsiyada taqdim etilgan. Luxury va premium komplektatsiyada. Xo'p, mos ravishda narxlari 449 million 900 va 429 million 900 ga tushadi. Xo'sh, hurmatli do'stlar, ushbu avtomobilni siz bizning rasmiy Cherry dilerlik markazidan kelib xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, naqdga va avtokreditga 30 million so'm kamida, ya'ni foydasida xarid qilishingiz mumkin. Va ushbu avtomobilimizga foizsiz muddatli to'lov ham amal qilib turibdi. Xo'sh, boshlang'ich 30% dan 70% gacha oylik to'lovlari, oylik muddati 12 oydan 36 oygacha bo'ladi. Bemalol kelib, o'zingiz ko'rib, haydab ko'rib, bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Avtosalonimiz adresini esa opsiyadan topasiz.